Hozirgi darsimizda ayollar ichki kiyimining yana bir turi trusi asosini, andozasini sizlar bilan chizamiz. Bu ichki kiyimni turlari juda ham ko'p. Sizlar bilan hozir aynan slip nomli trusini asos andozasini ko'rib chiqamiz. Byustgальterga nisbatan trusilarni har birini o'zini asos konstruksiyasi bo'ladi. Ular bir-biriga o'xshagan bo'lsa-da, lekin bir-biri bilan yaxshigina farq qiladi. Shuning uchun aynan men sizlar uchun mana shu slip turini tanladim, chunki bu slip turini ko'pchiligimiz kiyamiz. Ya'ni hamma ham boshqa turlarni kiymasligi mumkin, lekin ayollar, qizlar, ya'ni 80-90% ayol qizlarimiz mana shu ko'rinishdagi ichki kiyimni ko'proq kiygani uchun men aynan mana shu turini tanladim. Shuning uchun slip deb nomladim. Kelinglar, mana shu slipni hozir asos konstruksiyasini loyihalashni ko'rib chiqamiz. Hammamiz bilamiz, ushbu kiyimni biz cho'ziladigan matolardan tikamiz. Ya'ni cho'ziluvchan bo'ladi. Shuning uchun tikmoqchi bo'lgan materialimizni biz cho'zilish koeffitsiyentini bilib olishimiz kerak. Aks holda biz qurgan andozamiz katta bo'lib qoladi. Kelinglar, hozir men sizlarga mana bu material sifatida ko'rsatib beraman. Darslikda xuddi shu rangdan men foydalamayman, lekin strukturasi, ya'ni cho'ziluvchanligi bir xil. Shuning uchun men mana shu misolda sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Xo'sh, birinchi bo'lib biz bilishimiz kerak bo'ladigan narsa matoyimizni cho'ziluvchanligi, ya'ni biz qaysi tomonidan bichamiz, ya'ni buni eni bor, bo'yi bor. Hozir men matoyimni mana eniga qaraydigan bo'lsam, mana bu enim mana cho'ziladi. Yaxshi cho'ziladi bu ham. Endi bo'yini qaraydigan bo'lsam, demak, bo'yi nisbatan sal qiyinroq cho'ziladi. Ya'ni bu sal mustahkamroq, ya'ni mana bu sal qattiqroq cho'zilsa, mana bunisi sal bo'shroq mana. Bu bo'shroq ekan. Xuddi matolarni endi ko'proq cho'zilganidek, bunda ham xuddi shunaqa ekan. Men mana bu yo'nalishda bichmoqchiman. Ya'ni sal kamroq cho'ziluvchan tomonidan bichmoqchiman. Shuning uchun nima qilaman? Mana shu tomonidan cho'zilish koeffitsentimni hisoblab olishim kerak bo'ladi. Uning uchun nima qilamiz? Uning uchun matoyimni olaman. Mana matoyimni olaman. Cho'zilish koeffitsiyentini aniqlayotgan vaqtimizda yana bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. Matoyimizni o'ziga yarasha chiziqlari bo'ladi. Ya'ni poloskalari bo'lishi mumkin yoki bo'yini enidan ajratib turadigan chiziqlari ham bo'lishi mumkin. Mana shu narsaga e'tibor beramiz. Agar bu sezilarli darajada bo'ladigan bo'lsa, demak, uni ham to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Masalan, matoyimizni mana bu chiziqlari bo'yiga bo'ladigan bo'lsa, demak, bu ko'rinib turgan chiziqni biz eniga qo'ya olmaymiz. Bu bilinib qolishi mumkin. Agar bilinmaydigan bo'lsa, buni ahamiyati yo'q. Mana hozir men ham qarab turibman. Menda bu narsa umuman sezilmayapti. Bor, lekin ahamiyati yo'q. Shuning uchun men mana bu bo'yini men cho'zilishga olyapman. Ya'ni enini emas, bo'yini. Aynan mana shu tomonidan men qo'ymoqchiman. Ya'ni aylanamga mana shuni qo'ymoqchiman. Qo'yaman. Chizaman. Xo'p, 10 santimetrli to'g'ri chiziq chizib olaman mana. Belgilayman mana 10. Mana menda 10. Endi mana shu 10 santimetrimni men cho'zaman. Necha santimetr bo'lar ekan? Mana. Qo'yaman. Cho'zaman. Cho'zganimda trikotajning strukturasi shaklini yo'qotish kerak emas. Mana. Ochaman mana. Juda ham ko'p kerak emas mana. Ko'p tortsam 12 gacha kelyapti, lekin 12 menga kerak emas, juda ham ko'p. Xo'p, 11,5 santimetr mana. 11,5 santimetr menda paydo bo'ldi cho'zganimda. Demak, 10 santimetrli chizgan to'g'ri chizig'im 11,5 santimetrga cho'zildi. Mana shu narsani bilib olaman. Chunki andoza qurayotgan vaqtimizda biz aylana o'lchamlarimizni mana shu koeffitsiyentga to'g'rilab olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak, nima qilamiz?
10 santimetrni 11,5 santimetrga bo'lib olamiz va chiqqan qiymatimiz bizda cho'zilish koeffitsiyenti hisoblanadi. Demak, cho'zilish koeffitsiyentini topishimiz uchun biz nima qildik? L agar cho'zilish koeffitsiyenti deydigan bo'lsak, biz 10 santimetrni 11,5 ga bo'ldik hamda mana bu qiymatni topib oldik. Ya'ni cho'zilish koeffitsiyentini topib oldik. Menda 0,86 yana ko'p sonli chiqdi. Men uni yozmadim. Mana menda 0,86 chiqdi. Endi men buni yana ham yaxlitlab olaman. Ya'ni 0,85 qilib tayyorlab olaman. Mana. Menda tayyor bo'ldi. Endi men aylana o'lchamlarimni mana shu qiymatga ko'paytirib tayyorlab olishim kerak bo'ladi. Men mana bu slip trusisini konstruksiyasini loyihalashim uchun menga asosiy aylana 3 ta aylana o'lchami kerak bo'ladi. Bular bel aylanasi, ya'ni обхват талия, boksa aylanasining tepa qismi, ya'ni обхват bioder verxniy kerak bo'ladi va haqiqiy boksa aylanasi kerak bo'ladi. Undan tashqari bizda boksa balandligi o'lchami bor, ya'ni высота bioder bor hamda длина сиденья bor, ya'ni o'tirish sathining uzunligi degan o'lchamimiz. Mana shu o'lchamlarni biz tayyorlab olamiz. Demak, boksa aylanamni ustkisi 86 cm, haqiqiysi 98 cm. Mana bu boksa balandligim 19,5 cm ekan, длина сиденья menda 28 cm ekan. Endi men andoza qurayotgan vaqtimda mana bu 3 ta o'lchamimni cho'zilish koeffitsiyentiga ko'paytirib tayyorlab olishim kerak bo'ladi. Demak, 72 ni ko'paytiraman 0,185 ga, 86 ni ko'paytiraman 0,185 ga, 98 ni ko'paytiraman 0,185 ga. Xo'sh, chiqqan qiymatlarni yozib tayyorlab olaman. Menda 61,2 chiqdi. Bu 73,1 chiqdi. Bunisi esa 83,3 cm chiqdi. Mana. Endi men 61,2, 73,1, 83,3 deb o'tirmayman-da. 61 cm, 73 cm hamda 83 cm qilib belgilab olaman. Endi asos konstruksiya qurayotgan vaqtimda mana bu o'lchamlarning qiymatlari bilan emas, mana bu yangi hosil bo'lgan cho'zilish koeffitsiyentidan hosil bo'lgan qiymatlardan foydalanaman. Demak, men trusi asos konstruksiyasini qurayotgan vaqtimda mana bu yangi o'lchamlarim bilan ishlayman. Mana bu o'lchamlarga menga koeffitsiyent kerak emas, chunki bular uzunliklar hisoblanadi. Uzunlikda unchalik bu narsani ahamiyati yo'q. Faqat mana bu keyinliklarda tayyorlab olamiz. Tayyorlab olganimizdan so'ng endi asosni boshlasak ham bo'ladi. Konstruksiya qurishimizdan oldin biz qog'ozimizni o'ng tomonidan chapga 6-7 cm, yuqoridan ham xuddi shunaqa 6-7 cm joy tashab belgilab olamiz. Nuqta belgilab olamiz hamda mana shu nuqtamiz bo'ylab chap tomonga gorizontal to'g'ri chiziq o'tkazib olamiz. Belgilagan nuqtamdan chapga gorizontal to'g'ri chiziq chizib oldim. Endi belgilagan nuqtamni men 0 nuqtasi deb belgilab qo'yaman. Endi 0 nuqtadan chapga men boksa yarim aylanasini qo'yib olaman. Menda boksa yarim aylanam cho'zilish koeffitsiyenti bilan 83 cm edi. Mana shu 83 ni 2 ga bo'laman hamda hosil bo'lgan qiymatni qo'yib olaman. Va birinchi nuqtani belgilab qo'yaman. Endi esa ikkinchi nuqtani topib olaman. Ikkinchi nuqta bizada 0 nuqta bilan birinchi nuqtani o'rtasida joylashgan bo'ladi. Bu degani boksa aylana yarmini yana yarimga bo'lib qo'yib olaman. Mana. Ikkinchi nuqtani belgilab olaman.
Mana bu 0-nuqta menda orqa o'rta chizig'im, ikkinchi nuqta yon chizig'im, mana bu birinchi nuqta oldi o'rta chiziqlarim hisoblanadi. Endi 0-nuqtadan va ikkinchi nuqta hamda birinchi nuqtalardan pastga vertikal chiziqlar o'tkazamiz. Men markerda chizyapman, lekin sizlar albatta oddiy qora qalamda chizinglar. Mana chizib tayyorlab oldim. Ikkinchi chizig'im menda ozgina qiyshayib ketdi. Mana chizib tayyorlab olaman. Birinchi nuqtadan pastga длина сидения o'lchamini qo'yib olamiz. Длина сидения bu bizda o'tirish sathining uzunligi hisoblanadi. Mana shu qiymatni biz qo'yib olamiz. Uning uchun biz haqiqiy o'tirish sathi uzunligi o'lchamidan -3 santimetrini ayirib hosil bo'lgan qiymatni qo'yib olamiz. Bizda 28 santimetr edi, demak 3 ni ayiramiz va 25 santimetrni mana belgilab qo'yib olaman. Hamda 3-nuqtani belgilab qo'yaman. Endi 0-nuqtadan pastga длина сиденияni haqiqiy o'zini o'lchamini qo'yib olaman. Hech narsani ayirmayman, hech narsani qo'shmayman. Haqiqiy длина сидения o'lchami menda 28. Mana qo'yib olaman va 4-nuqtani belgilab qo'yaman. Endi 3 va 4-nuqtalardan ichkariga gorizontal chiziq o'tkazaman. O'tkazayotgan gorizontal chizig'im 2,5 santimetrdan iborat bo'ladi. Mana 3-nuqtadan o'ngga 2,5 santimetr kirg'izaman va 4-nuqtadan ichkariga 2,5 santimetr chapga mana kirg'izaman. 3-nuqtadan ichkariga kirgan gorizontal chiziqdan hosil bo'lgan mana bu o'lchamda men 7-nuqtani belgilayman. 4-nuqtadan ichkariga kirgan o'lchamni esa 6-nuqta bilan belgilab qo'yaman. Endi 3-nuqtadan yuqoriga 5 santimetr ko'tarilaman. Mana. Hamda 8-nuqtani belgilayman. 8-nuqtadan ichkariga, ya'ni o'ng tomonga gorizontal chiziq bo'yicha 3 santimetr kiraman. Va 11-nuqtani belgilab qo'yaman. Endi 4-nuqtadan yuqoriga 7 santimetr ko'tarilamiz. Va 9-nuqtani belgilayman. 9-nuqtadan chapga ichkariga 5 santimetrli gorizontal chiziq kirgizib qo'yaman va 10-nuqtani belgilab qo'yaman. Endi 2-nuqtadan pastga, ya'ni yon chiziq bo'ylab kerakli o'lchamlarni qo'yib olishim kerak bo'ladi. Bu qo'yilayotgan o'lchamlarimiz hammasi modelniy o'lchamlar hisoblanadi. Bu o'lcham 4 santimetr bo'lishi ham mumkin, 7 bo'lishi ham mumkin, 14 yoki 15 santimetr bo'lishi ham mumkin. Lekin bular mana bu trusimizni pasatkasini qandayligiga bog'liq bo'ladi. Endi bizaniki o'rtacha pasatkada, ya'ni bel chizig'ida turmayapti. Bel chizig'idan sal pastroqda. Shuning uchun mana bu qiymatimiz ham unaqa ko'p bo'lmaydi. Ya'ni 10 santimetrgacha bo'lishi mumkin. Undan ko'p bo'lmaydi. Shuning uchun 6 santimetrdan 8 santimetrgacha belgilashimiz mumkin bo'ladi. Men 7 santimetr belgiladim. Hamda 12-nuqtani belgilab qo'yaman. Endi 7-nuqtani 11-nuqta bilan, 11ni 12-nuqta bilan to'g'ri chiziq qilib birlashtiraman. Nuqtalarimni birlashtirishim natijasida menda oldi bo'lagim tayyor bo'ldi. Endi orqa bo'lagimni tayyorlayman. Uning uchun 12-nuqta bilan 10-ni, 10-nuqta bilan 6-nuqtani
to'g'ri chiziq bilan birlashtirib olaman. Mana birlashtirib tayyorlab oldim. Mana slip truseyimizni oldi bo'lagi va orqa bo'lagi hamda mana bu oyoq izlari mana tayyor bo'ldi. Ya'ni sonlarimizni o'rni deb ataydigan bo'lsak, mana shu chiziqlarimiz tayyor bo'ldi. Endi biz mana bu belimizni qiymatini topishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni vetichkalarimizni topishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun nima qilamiz? Uning uchun biz mana bu kenglikni hisoblab topishimiz kerak bo'ladi. Endi esa bel vetichkamizni qo'yib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, uning uchun bizga bel aylana o'lchamlarimiz kerak bo'ladi. Xo'p, boya aytib o'tganimdek, bizani mana bu truseyimizni pasatkasi belda bo'lishi mumkin yoki beldan pastda bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Hozir meni qurayotgan mana bu truseyim bel chizig'ida emas. Bu boksa aylanasining yuqori qismida turadi menda. Shuning uchun men bel vetichkasini hisoblayotgan vaqtimda shu o'lchamni qo'yaman. Ya'ni boksa aylanasining ustki o'lchamini qo'yib olaman. Bel aylanasini emas. Agar men truseyimni pasatkasini beldan qiladigan bo'lsam, ya'ni yuqori pasatka bo'ladigan bo'lsa, unda men bel aylanani qo'yaman. Lekin men hozir bu yerda boksa aylanasini ustki, ya'ni yuqoridagi o'lchamini qo'yaman. Ya'ni mana shu o'lchamni men 4 ga bo'laman. Hosil bo'lgan qiymatni birinchi nuqtadan o'ng tomonga qo'yaman, 0-nuqtadan chap tomonga qo'yaman. Boksa aylanasini yuqori o'lchami menda cho'zilish koeffitsiyenti bilan o'lchaganimda 73 sm edi. 73 ni men 4 ga bo'lib olaman. Hosil bo'lgan qiymatni endi qo'yaman. Birinchi nuqtadan o'ng tomonga hosil bo'lgan qiymatni qo'yaman. 2A deb belgilab qo'yaman va 0-nuqtadan chapga yana xuddi shu qiymatni qo'yib olaman. 2B qiymatim tayyor bo'ldi. Endi men 2A bilan 12-nuqtani birlashtiraman. 2B bilan 12-nuqtani birlashtirib qo'yaman. Mana biz oldi yon chizig'imizni hamda orqa yon chizig'imizni mana chizib tayyorlab oldik. Ya'ni bel vetichkasini hisoblaganimizda bizda mana shu ko'rinishni berdi. Xo'p, endi mana shu joyda bir narsaga ahamiyat beramiz. Biz bu ichki kiyimimizni cho'ziluvchan matodan qilamiz. Agar xuddi mana shu ko'rinishda loyihalaydigan bo'lsak, bizda mana bu joyimiz ozgina chiqib qolishi mumkin. Ya'ni bu tortilib, bunisi ko'tarilib qolishi mumkin. Bizga bu narsa kerak emas. Shuning uchun biz agar boksamiz kattaroq, bellarimiz ingichkaroq bo'lgan paytlarida bizda mana shunaqa vetichkalarimiz chuqurlashib ketadi. Bu narsa bizga kerak emas, chunki bizda qomatda bu joylarimiz tekis plavna turishi kerak. Shuning uchun agar sizlarda ham mana bunday chuqur vetichkalar hosil bo'ladigan bo'lsa, demak biz buni ozgina yengillashtiramiz. Ya'ni men hozir 0,5 sm dan yana tashqariga chiqaman. Ba'zida 1 sm chiqishimizga ham to'g'ri keladi mana. Chunki menga bunaqa chiziq kerak emas. Mana shuni o'zi yetadi. Sizda savol paydo bo'lishi mumkin. Mana bu chiqilgan qiymat, ortiqcha qiymat mana bu kenglikka oshiqcha hajm bermaydimi degan savol berishingiz mumkin. Beradi, lekin biz buni bemalol hali mana bu choklarimizni tismalar bilan, rezinkalar bilan ishlayotgan vaqtimizda bemalol yo'qotib yuborishimiz mumkin. Unisi ham mumkin. Mana bu joyi ishib qolgandan ko'ra, demak mana bu joydan chiqarsak bo'ladi. Yoki bo'lmasam, yana bitta variant mana bu joydan ichkariga kirishimiz ham mumkin. Agar juda ham mana bu katta bo'ladigan bo'lsa, demak bu yerdan ham tashqariga chiqamiz, bu yerdan ham ichkariga kirishimiz mumkin bo'ladi. Endi bu narsani sizlarga birdaniga emas, bir ikkita mana bu sliplarni tikkaningizdan keyin, har xil materiallar bilan ishlaganingizdan keyin bu narsani sizlar o'zingizlar ko'rishni boshlaysizlar va kelgusi ishlaringizda birdaniga shu narsani loyihalab ketishingiz mumkin. Lekin hozir sizlarga shoshilmasligingizni maslahat beraman. Chunki bajaring, qanday bo'lsa primerka jarayonida ko'ramiz, keyin buni to'g'rilash hech qanaqa qiyinchiligi yo'q.
tushunib to'g'irlaganimiz yaxshiroq. Tushunmasdan to'g'irlagandan ko'ra. Endi 0-nuqtadan pastga 1 santimetr tushib olamiz. Va 5-nuqtani belgilab qo'yamiz. 5-nuqtadan ichkariga 2,5 santimetr yurib qo'yamiz. 5A bo'ladi. Hamda 1-nuqtadan pastga 1,5 santimetr tushib qo'yamiz. Bu bizda 1A bo'ladi. Hamda mana shu 1A nuqtadan o'ng tomonga 2,5 santimetr mana belgilab qo'yamiz. Hamda 1B qilib belgilab olamiz. Mana. Endi birinchi B ni ikkinchi A bilan birlashtiramiz to'g'ri chiziq bilan hozircha. Mana bu ikkinchi B ni esa 5A bilan birlashtirib qo'yamiz. Mana 2 bu, endi mana bu yengilarini men 2B deb aytyapman. Mana. Shu bilan birlashtiramiz mana. Tayyorlab olamiz. Xo'p. Mana bizada konstruksiyamiz tayyor bo'ldi desak ham bo'ladi. Faqat bizada bitta narsa qoldi. Mana bu to'g'ri chiziqlarimizni endi lekala lineyka bilan sayqallashimiz kerak bo'ladi. Ayniqsa mana bu oyoq qismlarimizni to'g'irlashimiz kerak bo'ladi. Chunki bizning tursaklarimiz mana shu ko'rinishda bo'lmaydi. Ya'ni oyoqqa xalaqit berib qolishi mumkin. Uning uchun biz nima qilamiz? Uning uchun biz oldi bo'lakda avvaliga 12-nuqtadan 11-nuqtani teng yarmini belgilaymiz mana. Teng yarmini belgilaymiz. Hamda ichkariga 3-3,5 santimetrni perpendikulyar qo'yamiz mana. Perpendikulyar. Hozir men perpendikulyar qo'yaman mana. Mana bu ko'rinishda lineykamizni qo'yib olamiz mana. 3-3,5 santimetr mana. Men 3,5 ham belgiladim, 3 ham belgiladim. Endi 7dan 11-nuqtani ham oralig'ini teng yarmga bo'lamiz. Bu yerda ham xuddi shu perpendikulyar 0,3 dan 0,5 santimetrgacha kirib olamiz. Va orqa bo'lakda ham xuddi shu ishni qilamiz. 10-nuqta bilan 12-nuqtani yarmini bo'lamiz. Ichkariga 0,5 dan 1 santimetrgacha perpendikulyar chiziq tortamiz. 0,5 ni ham belgilab qo'yamiz. Hamda 6-nuqta bilan 10-nuqtamizni ham teng yarmida ichkariga 0,5 santimetr perpendikulyar kirib qo'yamiz mana. Mana endi hosil bo'lgan mana bu nuqtalar orasida biz lekala lineyka orqali chiziqlarimizni tekislaymiz. Xo'p. Uning uchun men mana bu lineykadan foydalanaman. Xo'sh. Endi qo'yamiz. Kelinglar, men endi qalamdan foydalanaman. Qo'yib olamiz. Mana. Hozircha men mana bu ko'rinishda chizdim. Xo'p. Mana shu chiziqlarimizni sayqallayotgan vaqtimizda mana bu 10-nuqtamiz ichkariga ham kirib ketish kerak emas, tashqariga ham kirib ketish kerak emas. O'zini o'rnida qolish kerak bo'ladi. Mana. O'zini o'rnida qolish kerak mana. O'zini o'rnida men tepaga ko'tardim ozgina. Endi men yana boshqatdan mana bu chiziqlarimga qo'yishim kerak bo'ladi mana. Hozircha men mana qalamda ishlayapman. Mana chiziqlarim o'zgardi. O'chiraman. Mana. O'zgardi. Endi mana bu 6-nuqtadan mana lekala lineykani qo'yayotgan vaqtimda mana bu 6-nuqtamdan tepaga to'g'ri chiziq chiqarib olaman, chunki mana bu burchagim menda mana bu burchak menda 90 gradusda bo'lishi kerak.
qiyshayib ketish kerak emas, chunki bu ikkita detal bir-biriga ulanadigan detal hisoblanadi. Shuning uchun shu narsaga ahamiyat beramiz mana. To'g'ri chiziq chizib oldim. Mana endi xo'sh. Buni men yurg'izib olaman mana. Belgilab oldim. Endi oldida ham xuddi shu ishni qilib olaman mana. Oldida 7-nuqtadan yuqoriga ozgina perpendikulyar chiziqqa nisbatan ko'tarilaman. 90 gradus bo'lish kerak. Xo'p, bu yerda ham kelinglar qalam bilan ishlaymiz mana. Ozgina kirar ekanmiz mana. Bu yerda ham xuddi shu. Mana bu 11-nuqtamizni biz yo'qotmaymiz. O'zini o'rnida qoladi. Ichkariga ham, tashqariga ham kirib ketish kerak emas. Mana. Men qo'yaman. Xo'sh, menda ozgina qiyshayib ketdi. Mana bu ko'rinishda qo'yib olaman. Endi bemalol mana markerdan foydalansam bo'ladi mana. Mana shu ko'rinishda loyihalab tayyorlab olaman. Mana. Albatta, bel chiziqlari ham xuddi shunaqa. Mana. Lekal lineykani qo'yamiz. Mana bu to'g'ri chiziqligicha qoladi, chunki mana bu joy ham bizda 90 gradus bo'lish kerak. Qo'yamiz. Xo'sh, olib kelamiz mana. Men boshqa rang ishlatmadim, chunki qora rang bilan birlashib ketar ekan. Shuning uchun mana chizib oldim va orqa chizig'imni ham xuddi shu ko'rinishda mana tayyorlab olaman. Mana chizib belgilab olaman. Yon chizig'im menda xuddi shundayligicha turadi. Lekal lineyka bu joyga shart emas. Mana tayyorlab oldim. Endi oxiriga qiladigan ishlarimiz qoldi. 10-nuqtadan pastga 0,5 dan 1 sm-gacha tushiramiz mana. 0,5 dan 1 sm-gacha mana kelinglar 0,6 tushirdim. Hamda mana lekal lineykani qo'yib mana bu joyim 90 gradus bo'lish kerak. Mana shu ko'rinishda tayyorlab olaman. Mana biz trusini asos andozasini tayyorlab oldik. Endi asos andozamizni kelinglar chiziqlarini nomlab qo'yamiz. Demak, mana bu 1-nuqtadan hosil bo'lgan chiziq, ya'ni pastga tushgan vertikal chizig'imiz bizani oldi o'rta chizig'imiz hisoblanadi. Ya'ni yozib qo'yamiz. Oldi o'rta deb. Mana. Bu bizda yon. Mana bu bizda orqa o'rta. Mana bu bizda lastovitsalarimiz hisoblanadi. Demak, hop, orqa lastovitsamiz, bu esa oldi lastovitsamiz. Mana shu ko'rinishda belgilab qo'yamiz. Hamda bizani hamma andozalarimizda bo'lgani singari dalivaya nit chiziqlarimiz bor. Mana shularni ham belgilab tayyorlab olamiz. Mana. Chizib olganimiz yaxshiroq bo'ladi mana. Belgilab bo'ldik. Endi keyingi bosqichga o'tsak ham bo'ladi.